Hammaga salom do'stlar. Sizlar The Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Bitta qanaqasiga yoki 15 yoki zo'rg'a tushyapti, juda ham qiynalib ketaman agent yig'ishga. Hamma narsani do'stlar yechimi bor. Albatta videoni boshlashdan oldin esa like bosib qo'yib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videoni boshladik. Men sizlarga hozir birin-ketin yashil kartali o'yinchilarni maksimum sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Planshetda ham, televizorda ham like bossa bo'ladi, obuna bo'lib qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun ham bosib qo'ysanglar men xursand bo'lardim. Bo'lmasa do'stlar, ko'p kuttirilmagan, korotchi videoni boshladim, tilim aylanmay qoldi. Xo'sh, bu yerda ko'rib turganingizdek, o'zimni jamoam, xo'sh, jamoamga maksimum 40 ta o'yinchi ketadi, zaxirada 29 ta, asosiyda 11 ta, zaxirada 8 ta. Xo'sh do'stlar, bu yerda ko'rib turganingizdek, ahamiyat bergan bo'lsanglar, polni bu yerda Fransiya, Ispaniya hamda bu yerda Fransiya, Portugaliya, xullas, nega Angliya shunaqa futbolchilarni yig'yapsiz desanglar, time off o'yinchilar do'stlar bayrog'i Portugaliya bilan shu Braziliya, Italiya. Xo'sh, bu yerda masalan Fransiyadan bemalol termasini yig'ib qo'ydim уже, mana shu Mbappe yoki Dembeleni olaman deb, chunki bular statistikalari просто bo'lsa bomba qilib olib kelgan. O'zim ham to'g'risi og'ir tan berdim bunaqa o'yinlariga. O'yinlari ham bo'limini qanaqadir yaxshi, oddiylardan qaragan tezkor, bir mazza qilib o'ynasa bo'ladigan yashil kartali o'yinchilarni olib keldi. Normal agent sifatida time of 2025 qilib chiqardi. Xo'sh, bularni tez oston olish uchun do'stlar qaranglar. Masalan, men Portugaliyalik o'yinchilarni maksimum jamoaga qo'yamiz. Gabriel braziliyaliklar maksimum. Ko'pincha do'stlar Ispaniya, Fransiya, Angliyani qilganimiz yaxshi. Nega desanglar, juda ham ko'p do'stlar futbolchi bor Angliya bilan Fransiyada. Shuning uchun ham shunaqa Angliya bilan Fransiyani olganingiz yaxshi. Lekin hamma narsani plus tomoni bo'lgani bilan ham no tomoni bo'ladi. Biz bu yerda o'zimiz shaxsiy akkauntimni ko'radigan bo'lsak, bu yerda do'stlar bu yerda razmisheniya, ya'ni mehmonxona 40 ta o'yinchi sig'dirsam bo'ladi, 64 taga olib borishmi? Oho, agent ossam bo'ladi shuncha olmosga. Shuning uchun ham masalan 375 tanga 600-700 ketadi. Короче, bir minggacha boradi taxminan bu. 26 da bilmadim, oxirigacha borib ko'rmadim chunki bu narsani. Xo'sh, hammada har xil omad. Xo'sh, do'stlar, maksimum iloji boricha Saliba masalan fransiyalik bo'lsa, fransiyaliklarni ko'proq yig'inglar Mbappe bilan Dembeleni tushirish uchun yoki Braziliyani masalan Gabriel olmoqchi bo'lsanglar, o'shani yig'inglar maksimum tarzda. Xo'sh, keyin esa olmos bilan tangani bittada yig'ib olib, oxirgi kunga harakat qilinglar va oxirgi kungacha bosib tanga bilan olmos yig'ib qo'ysanglar, tangam nima kerak desanglar, mana qaranglar. Xo'sh, qanaqadir futbolchilar olamiz, ras sotib olamiz yoki mana shunaqa rais chiqib qolsa, bo'liq deymiz, xohlasanglar 25 tanga olmosga, to есть 2 kunga sizlarda bu 30 olmos bo'lishi mumkin. Xohlasanglar 7 kunga. Xo'sh, shuning uchun ham 7 kuncha nestoy bo'lib ketadi. Bosib yig'ib qo'yib, bittada shu angliyaliklarni polni yig'ish kerak. Angliya, Fransiya. Bu yerdan esa maksimum darsda skaunt ochgandan ikkita sariq tushib qolsa, bu ham bir o'zingizlarning omadingizga jackpot desak ham bo'ladi. Xo'p, ochganinglardan keyin sotuv bo'limiga kirib, bu yerda ham 12 ta futbolchini sotib olamiz, o'zingizlarga yoqmaydigan futbolchini. Bu yerda ham 2 kun qulflanib turadi paketda. Masalan, misol tariqasida keltiraman. Xo'sh, Salibani sotib olmoqchi bo'lsam, sotib oldim ham deylik. Sotib olsam bu 2 kun turadi yoki 12 ta futbolchi yana olganimdan keyin ketdidan Saliba avtomatik yo'q ketadi. Shuning uchun ham 12 ta futbolchini bu yerga tiqsak, rasmisheniya bo'linmani maksimum darajada kuchaytirsak, ancha ko'p futbolchilar ketadi do'stlar. Shuning uchun ham mana Portugaliya, Italiya, hammasi shu Ispaniya. Xo'sh, qaranglar, 17 ta agent ochdim, adashmasam 17 ta. Salah, Yamal, Hakimi tushyapti. Lekin hozir 12 tani ochdim, hech qaysi tushgani yo'q. Nega? Chunki meni jamoamda qanaqadir Fransiya bilan Angliyaliklarni yiqqanim yo'q. Keyin sotaverdim sariqlarni, keyin yana yig'olman. Yiqqanimdan keyin oxirgi kunlari shu o'zim настроениямga qarab ochaman do'stlar. Xudo xohlasa, где-то yana shu 2 ta 3 ta olishim mumkin. Endi o'zimning harakatimga bog'liq bu narsa. Agar men bunaqa ketishda где-то aytaman 2 ta yoki 3 ta olaman. Shuning uchun ham do'stlar, olish niyatingiz bo'lsa,
maksimum yig'ilda tanga bilan olmasa yig'inglar kelmasa bizani davlat xizmatimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Jaloliddinov servis, hammasidan halol, tezkor, короче, bomba servis. Kommentariyadan topasizlar Telegram sahifasini, bemalol Telegramga o'tib qo'ysanglar, hamma xizmatlarni ko'rasizlar do'stlar. Xo'sh, o'zim lichkamni topib olib albatta maksimum shunaqa yig'sak maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shunaqa Yamal, Salah, bular просто bomba do'stlar. Kontrolni qaranglar, 96. Bu Ronaldo chempionlikda ham chiqmagan, 96. Uskareniyani qaranglar. Bu zo'r. Uskarenda bor, Vinidan qaysi futbolchi deb olib keladi. Mana Salah ham masalan statistikasi zo'r, Salah ham o'ynab ko'rdim o'zim. Salah ham qanaqadir zo'r yuguryapti, boshqa yuguryapti. Shuning uchun ham bularni olishga harakat qilishinglar kerak do'stlar. Agar sizlar akkauntinglarni mashqga chotirib qo'ygan bo'lsanglar, noldan akkaunt o'zingizlar qurib maza o'ynaganinglarni maslahat beraman. Chunki to'g'risi hozir 25 dan boshlab o'zimning shaxsiy fikrim bot akkaunt ochib nomerali akkaunt qilsanglar bo'ladi 1 yil davomida. Qaranglar, 25 da shuncha odam ochyapti. Bosh ishonmagandim. Klassiklar keldi, Batistutani oldi, boshqalarni oldi, pulni klassiklarni taxlab tashladi bu yoqda. Futbolchilarni 5 tadan 100 chiqardi masalan Saliba yo futbolchilar endi maksimum chiroyli full qildi. Plus Ronaldo bilan chempionlar keldi. Ronaldo Messi chempions keldi. Bu narsa yana keladi. Endi bahorda bilmadim-u, lekin yana yozda kelishi mumkin qanaqadir chempionlar. Dalasi bu narsani olib tasha olmaydi. Chempionlarning haqqi yo'q Dalasini. Dalasi plus o'zini daromadidan tushadi. O'zini yaxshi pul topayotganidan tushadi. Plus bizani ko'nglimizni ortib qo'yadi. Shuning uchun ham endi bir ikki so'm pul topish uchun Dalasi biz ham Dalasini o'ylashimiz kerak, ja negativ bo'lmasligimiz kerak. Endi menga ham anam qiladi, masalan 100 taga dostammi, lekin Ronaldo bilan Messi chempion tushmasa. Shuning uchun ham Dalasi mana time offda Ronaldo bilan Messi darajadagi futbolchilar bo'lmasa ham sherigidagi futbolchilar, shu masalan Sancheslar keldi-yu, bulardan yaxshi-da, Mbappe masalan, Mendes yo bu futbolchilar. Champions League zo'r kelmadi-yu, более-менее zo'r keldi. Masalan, Mbappeni men o'ynab ko'rdim boshqa akkauntda. Shunaqa yuguryapti, endi bor-ku, masalan, Hariken ham shunaqa zo'r striker bo'lib ketgan. Yamalni o'zim akkauntimda Pulling Life deb bosibman. Mana hozir sariq akkauntda Live tier 2 daman ko'rib turganinglardek. Xo'sh, bu yerda esa oddiy akkaunt. Просто full bo'lmagan oddiy akkaunt, kuchaytirgichlar kerak bo'lsa, ko'p hali kuchaytirgichimiz. Lekin tegmayman bu narsaga, пока что mashlarni olish kerak, niyat bor. Endi kuchaytirgichi bor edi, Hakimini sekin full qo'yamiz. Nu do'stlar, bot akkaunt ochib turib, masalaga nima demoqchiman, bot akkaunt ochib turib ham просто super akkaunt qo'rsanglar bo'ladi. Hozirdan boshlanglar bo'ldi. Agar cho'ntaginglar ko'tarsa, bizning davlat xizmatimizga bemalol yozib qo'ysanglar Telegramga, bizning adminlarimiz sizlarga bog'lanib, bemalol davlat qilib beramiz. Hammasi halol va tezkor, hammadan arzon do'stlar. Bemalol yozsanglar bo'ladi tortinmasdan. Xo'sh, bu galgi bizning video roligimiz shu joyda yakunlanadi. Maksimum sizlarga maslahat berdim. Albatta do'stlar, Xudo xohlasa harakat qilsanglar, tushirasizlar shu narsani. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yib, biz esa videoni tugatdik. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' salomatlik. Sizlarni yaxshi ko'raman.